Manzarani qaranglar. Toza havo, dardga davo degan joylar masjidlar bo'ladi. Andijonda bog' shamoldamiz, qadrdonlar. O'sha internetda hit bo'lgan lombos, ya'ni pena beton xizmatlar ketyapti. Xudo xolisa sizlarga qo'ldan kelganicha hozir chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Ustalar ish qilyapti. E'tibor bersanglar, loy bosilgan. Loyning ustiga quyilyapti ekan. Usta charchamayapsizmi? Sekin-sekin olyapsizlar. Tepa tinch ekan, bez mikrofonni olib tashlaverdik shunday. Xo'p, endi hozir buni men kelib o'zimga qiziqqan, endi ko'pchilikka ham qiziq bo'lgan savollar bor-da. Aka, buni xili ko'p ekan-a, turi ko'p ekan. Endi bitta joyga boruvdim. Qo'yyapti. 8 mingta qatib qolyapti-da. Uni surishtirsam, bu gips ekan aslida, ya. Bu gips haligi lappay bo'lib chiqib ketadigan ekan. Bunimiz pena beton bir haftada steyashgan singari qatiydi deyapti. Men hayron qoldim-da, o'zimcha kelib, bu ham shunaqa bo'lsa kerak desam, yo'q aka, bu siz o'ylagan narsa emas. Bir haftada qatiydi bu kamida. Salqinda, zo'r havoda bo'layotgan. Xullas, yana bir bor assalomu alaykum vatandoshlar. Ko'ryapsizlar, katta ob'yom ekan, o'ta ham chiroyli, tekis loyning ustiga. Endi bu faqat loyning ustiga bosiladimi deb savol ham berib qolishadi. Yo'q. Cho'rnovoy ustiga ham shunday o'zi materiallar bor, soladigan-a? Material bor. Material bor, materialni shuni tashlab turib, chiroyli qilib shunaqa qilib bosib berar ekan. Mana akalar. Xo'p, yana o'zimga qiziqqan savollardan akalar, hali lappak bo'lib yorilib ketadimi, yo'qmi? Shularni ham so'radim. Hech qanaqasiga lappak bo'lib yorilmaydi, mana shu beton bo'lib qatar ekan. Shunday tomni ustida seli bo'lib qatib, steyashgan singari bo'lib qolar ekan, lekin yengil issiqda pastga sovuqda tepadagi pastdagi issiqni tepaga chiqarib yormaydi ekan. Katta to'r burchak joy ekan. Aka, endi bularni qarang. Narxlar qanaqa bo'lyapti aka hozir? Narxlar aka, tomga 45 mingdan bo'lyapti aka. 45 mingdan kvadrati? Kvadrat 45 mingdan bo'lyapti. Aha. Stashga yerga 55 mingdan bo'lyapti. Pastga uyni pollariga? Uyni pollariga 55 mingdan bo'lyapti. Uruvinni chiroyli qilib cho'tki qilib chiqaverasizlar? Uruvinni cho'tki bo'ladi. Haligini keragi yo'q ekanda, bir qop palon puliga olib qo'yishyapti-yu, nalilni pol. Uni keragi yo'q. Mana akalar. O'zi mana o'tyapti, o'zi chuqur joyiga borib to'lib, hozir mana shu 7 sm o'tyapti nashetingiz-a? Tomga 7-8 bosiladi aka. 7-8 sm qilib mana tekis qilib bosishar ekan. 45 mingdan kvadrat. Bu O'zbekiston bo'ylabmi endi? Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylabmi? Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab akalar. Qashqadaryolik o'g'alarim bor, Surxondaryolik o'g'alarim bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar, xudo xolasa. Ob'yomni qizig'i yo'q-a? Kerak bo'lsa Xitoygacha qo'yib yuboramizmi? Qo'yib yuboramiz. Kerak bo'lsa Xitoygacha akalar, mana ko'rib turibsizlar. Endi ko'pchilik so'rayapti, ishonchlisi bormi deb. To'g'risi, kecha arzonroq turib, naq gipsni o'zini ham bosib qo'yayotganlar ham bor-da. Bu narsa o'zim ko'zim bilan ham ko'rdim. Lappay bo'lib chiqib ketyapti. Bu unaqa variant emas ekan akalar. Pena beton, o'zini qo'shiladigan mahsulotlari bor ekan. Hech qachon tortinmasdan, uyatmasdan qanaqa savolinglar bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka, yana tom steyashga, yana qayerlarga ketyapti aka aslida? Tom steyashga u qavatini qizig'i yo'qmi? 5 qavat, 6-qavat. 10 qavat bo'lsa qizig'i yo'q. Eshitdinglar akalar, 10 qavat bo'ladimi, 20 qavat bo'ladimi? Hech qanaqasiga muammo yo'q. Apparatni yangisini olib qo'yibsizlar, ovozi ham chiqmayapti mana apparatni. Naporni ko'ryapsizlar, mana chiroyli qilib. Endi bu narsani aka, chichkon, kalamish degan narsalar tushvorsa kerak-a, buni oldiga kelsa. Chichkon kalamish tashalmaydi aka, mana loyni chichqonlar teshib yuborgan, o'sha ustiga bosyapti. Mana akalar, chichqon kalamish degan savollar ham bo'lib qoladi-da. Endi O'zbekistonda o'zingizlar yaxshi bilasizlar, tomda chiqadi tomga qish kunida. Unaqalardan muammo yo'q ekan, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor, xudo xolasa. Telegram, WhatsApplar bor aka. Telegram, WhatsApp bor. Bir telefon qilsanglar, mabodo javob bera olmasa, shunday Telegramdan kira aka, mana shunaqa kvadratim bor edi. Qanaqa bo'ladi desanglar, shunday chiqarib ham beraverasizlar, plus narxini chiqarib kelishib qolsanglar, chaqirasizlar. Hozircha Andijonda ekan, Bog' Shamolda. Baland joydamiz, o'zi ham havolari ham zo'r ekan. Videoga bittadan like bosib esdan chiqmasin akalar. Qo'llab-quvvatlab shu tomga loy bossammikin, nima qilsammikin deb o'ylab yurgan qarindosh, urug' tanish bilishlarga shunday jo'natib borasizlar. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, men to'g'ri kelgan joyga borib, to'g'ri kelgan narsani qo'yib yuboravermayman. Hozir videoga olishdan oldin ham usta bilan gaplashdim. Usta, mana shunaqa bo'lib ketmaydimi desam, uka, siz ko'rgan narsa bu gipsdan bo'ladi. Bu pena beton, o'sha lombos, hech qanaqasiga ko'chmaydi. Qatisi ham bir hafta deyapti. Bir haftada steyashgan singari bo'lib tosh bo'lib qolar ekan, akalar, bitta bo'lib. Mana endi boshlashgan, yarim giga hozircha ana.
shashilmay chiroyli qilib qilishyapti. Endi usta hozir bularga pulni kelishgandan keyin hamma mahsulotni o'zingizlar olib borasizlarmi shunda? Hamma mahsulot o'zimizda. Svet to'k bo'lsa bo'ldi, uydaga. Svet bilan to'kni berib tursa, qolgan hamma yo'q o'lchanib boriladi, shunga oshig'i bilan. Ma'lari 10 ham bo'lib ketdi bor, o'chqur joylar. 10 bosilyapti. Joyingda. Aport tutayib ketdi. Zapravka mana. Примерно 10-12 kvadrat ketar ekan. Havoz ketdi. Qiziqsanglar aloqaga chiqarasizlar ekrandagi nomerlarga, xudo xolasa qo'ldan kelgancha moshina qilib, sochni qilib xizmat qilishadi. O'zbekiston bo'ylab shu aytilgan gaplar bemalol tortinmasdan telefon qilib yoki yozib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa ko'chishiga, lappay bo'lib yolib ketishiga javob berishar ekan. Qachon yursam bo'ladi desam, bir haftadan keyin keling deyapti-da. Bo'lmasa ustida yurib ko'rsatib berasizlar.